yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada huquqiy islohotlar amalga oshirilib, raqamlashtirish jarayonlari jadallashtirilmoqda. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan tizimli choralar ko'rilmoqda. Davlat xizmatlarining elektronlashtirilishi, korrupsiyaga qarshi maxsus kuchlarning faoliyatini kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratini oshirish bugungi islohotlarning muhim yo'nalishlaridandir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi yig'ilishlarda korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan sohalarga alohida e'tibor qaratilib, nazoratni kuchaytirish va javobgarlikni oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Shu singari sa'y-harakatlar davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda adolatli va shaffof tizim yaratishga xizmat qilmoqda. Aksiyadorlik tijorat xalq bankida ham korrupsiyasiz sog'lom muhitni yaratish, ochiq va oshkoralikni shakllantirish uchun tizimli ishlar olib borilmoqda. Bankning har bir mintaqaviy markazlarida ichki nazorat va compliance menejeri lavozimi tashkil etildi. Ushbu menejerlar markaziy apparat xodimi hisoblanishi, ularning faoliyatida xolislik mezoniga amal qilinishini ta'minlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish, korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni kamaytirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda jami 13 ta ichki me'yoriy hujjat ishlab chiqildi. Tender, tanlov va to'g'ridan-to'g'ri xaridlarni amalga oshirish jarayonlarida ishtirokchilarda afillanganlik, manfaatlar to'qnashuvi va boshqa korrupsiyaviy xatarlarni oldini olishga qaratilgan o'rganishlar o'tkazilib, tegishli xulosalar berib borilmoqda. Ichki nazorat va compliance xizmati tomonidan kunlik bank amaliyotlari to'liq nazoratdan o'tkazilib, aniqlangan har bir qonun buzilish holatlari yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berilmoqda. Bundan tashqari, tizimda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash hamda korrupsion holatlar aniqlanganda zudlik bilan bankning markaziy apparati, ichki nazorat va compliance departamentiga xabar berishni ta'minlash maqsadida Compliance Hibus elektron pochta hamda tezkor xabar mobil ilovasi joriy etilgan. Mazkur aloqa kanallari orqali kelib tushgan murojaatlar inson omilisiz avtomatik tarzda qabul qilinib, belgilangan tartibda atroflicha ko'rib chiqiladi. Shuningdek, aniqlangan holatlar yuzasidan muayyan choralar ko'rib boriladi. Xususan, 2024-yil davomida olib borilgan keng ko'lamli ishlar natijasida bank xodimlari tomonidan me'yoriy hujjat talablarini buzilishi hamda shu kabi noxush holatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47% ga kamaygan. Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish, korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni kamaytirish maqsadida bank xizmatlarini ko'rsatishda raqamlashtirish, inson omilisiz bank xizmatlarini bajarish, korrupsiyadan xoli hududlarni yaratish borasida yana bir qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, aholiga bank xizmatlarini ko'rsatishda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni kamaytirish maqsadida raqamlashgan, shaffof va inson omilisiz bank amaliyotlarini bajarishda, jumladan kredit ajratish, to'lovlarni o'tkazish, omonat mablag'larini joylashtirish va boshqa amaliyotlarni bajarishda masofaviy dasturiy tizim xazna ilovasi yaratilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida bankda, shu jumladan ichki nazorat va compliance departamenti hamda axborot xizmati tomonidan muayyan ishlar olib borilmoqda va bu borada muayyan yutuqlarga erishildi. Jumladan, 2024-yil may oyida bankning korrupsiyaga qarshi menejment tizimi ISO 37001-2016 xalqaro standartining muvofiqlik sertifikati qo'lga kiritildi. Bundan tashqari, davlat tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi kurashdagi faoliyat samaradorligining 2023-yil yakunlari bo'yicha 95 ta davlat tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi reyting natijalari bo'yicha Xalq banki 87 ball to'plab yaxshi toifaga kiritildi. Shuningdek, ikkinchi bor e'lon qilinayotgan davlat tashkilotlarining ochiqlikni ta'minlash sohasida amalga oshirilgan ishlarning samaradorligi va natijadorligini baholash yakunlariga ko'ra, Xalq bank faoliyatida shaffoflik va ochiqlikni ta'minlab, 2023-yil yakunlari bo'yicha ochiqlik indeksi reyting jadvalida 83.8 ballni to'plab, jami tijorat banklari orasida birinchi pog'onani egalladi. Umumiy qilib aytganda, 2024-yilda moliya muassasasi tizimida korrupsiyasiz sog'lom muhitni yaratish, ochiq va oshkora tizimni shakllantirish uchun bir qator ishlar amalga oshirildi.